sizga bitmas, tuganmas komfortni ko'rsataman. Hoji aka, qarang, bu mashinani qarang. Sekingina telefonchasini olasiz. Qarang. Ne qiladi? O'zini attenli monitori bilan mazza qilib oilaviy kinolarda ko'rib ketsa bo'ladi. Yoki bitta shofyor olasiz, endi orqaga o'tirib olib, massajlarni olib, mazza qilib ketishingiz mumkin. Hozir qarang. O'z ma'nosini qarang. Bunisiga necha kommentariyada yozib keting. Undan necha ball qo'yardingiz. Lekin gapi orqalarda sekin undoq siz o'zini muzdek suvlar bo'ladi. Keyin uni qarang. İçeride marojnichalar ham solib qo'ysiz bo'laveradi. Maestro S800 bu mashinamiz premium apparat bo'ladi. Mana bu 3 talab linsalarini qarang. Va xrustalli faralar. Mana 360 kamerasini qarang. To'rtta 360 kamera bitta shu joyda. Endi siz buni bitta salonni ko'ring. Lagan diskasini qarang. Qanaqa chiroyliligini. Mashinamiz yurmagan apparat. Mana buni qarang, 3 talab monitorlar bor. Mana multirulni qarang, yengilligini, Huawei akustika sistemalari bor. Mana bu yozuvni qarang, qanday chiroyli. Mashinamiz звездный nebasi ham bor. Mana buni qarang, даже ruchkalarda ham звездный nebasi bor. Lekin gapi farlarni qarang, xrustalligini. Hozir men sizga yana bitta funksiya ko'rsataman. Qarang, sekin undoq qilasiz, bagajni o'zi sekin ochiladi. Wow, bagajini qarang, kattaligini. Va sekin undoq qilasiz, bagajni o'zi yopiladi. Endi egalari bilan gaplashib, srochniga $202 ming ga bosorsiz bo'ladi. Endi boyaga siz uchun skidka ham qilib berishadi.